Kamazi yaxshisi, har doim yaxshi qilib bo'lgan ukalar. Sizlarga bitta holatini tushuntirib, mashinamiz 5511 80-yil motor hadovoylari qilingan deyaptilar. Motori standart, oldiga yangi balon qo'yib qo'yganlar. 100 talik gaz balonidan ostida jihozlangan. Shubitsalarni ham originalni qo'yib qo'yganlar. Oddiysi emas, Yevro. Balon holatlari, kuzuplarimiz ham zo'r holatda turibdi. Mashinamiz 10 tonnalik заводской. Energiyachilari Howe energiyasi qo'yib qo'yganlar. Mashina har kuni ishlayib yurgan. Yaxshi mashina, xudo xolasa, ramalari butun deyaptilar. Akkumulyatori yaxshi. 1 yil bo'ldi deyaptilar. Dlitel korobka. Ikkita yangi gaz reduktor ham qo'yib qo'ygan ekanlar ukam. Oldilari podushkada mashinamizni. Resorlari klavish qilib qo'yilgan. Mashinamizning holati okalar. Radiator kelsa 5 ta radiator qo'yganlar, suv qizimaydi deyaptilar. Xudo xolasa, gurga kelsa gur voyenniy katta gurdan qo'yib qo'yganlar. Mashinamizning holati juda yaxshi holatda turibdi mashina. Olasizlar, xudo xolasa, haydisizlar, baraka topasizlar. Salon holatlari okalar. Mashinamiz zo'r holatda turibdi. Uni eng qiziq har doimgidek oxirida bo'ladi. Uni narxi bo'ladi. $16,000 deymiz. Pastga egalar nomerini qoldiraman, telefon qilib bemalol savdo rasiylar bo'ladi. Yo'liga o'tib beraman